Nima dezilsangiz o'sha narsada aziz bo'lasizda. Nimada siqilgan bo'lsam, ana o'sha joydan gullar chiqqan. Kimdir tuhmat qilsa ham, "Vau, zo'r narsa kelyapti. Shunaqa zo'r narsa kelyapti. Robbimdan ko'tara olmay qolsam kerak." Chunki bu tuhmat juda katta tuhmat bo'lyapti. Aytayman, shunaqa og'rityapti tanamni, shunaqa zirqiratyapti bu tuhmat menga nisbatan qilinayotgan. Aytayman, значит, shunaqa darajada go'zalliklar keladi. Shunaqa darajada yaqindaman, aziz bo'laman. Qancha ko'p kurashsangiz, sizga tuhmat qilinganga, sizni muhokama qilgan insonga nisbatan qarshi chora ko'rsangiz, qancha kurashsangiz, bu kurash hech qachon tugamaydi. Avval fizический urush bo'ladi, keyin ichki kurash, o'zingizni yemirasiz, kasalliklar o'z-o'zidan yuzingizdan nur ketishni boshlaydi. Nima uchun? Chunki norozilikda bu. Bu taqdir, aynan shu qilinayotgan tuhmat ham o'zimiz bo'lmaydi-ku. Yozilganki bo'lyapti. Yozilganini ko'ryapman. Bo'ldi. Men hech narsani o'zgartira olmayman. Qalamlar allaqachon qurib bo'lgan.